Samarqand viloyati Paxtachi tumaniga yangi 3 boksli sammoyka apparatlarini o'rnatib berdik. Apparatlari 100% osmos suvda yuvyapti. Apparatimizning funksiyalariga e'tibor berishingiz mumkin. Klientimiz xohishiga binoan komfort deb qo'ydik. Pastlariga telefon raqamlarini, o'zimizning sotuv bo'lim raqamlarini va funksiyalarini joylashtirib berdik. Telefonlarga ulab berish xizmatini amalga oshirib berdik. Tak, birinchi boksda VIPda ishlayapti. VIP karta orqali ishlatishyapti. Ikkinchi boks pushti, ya'ni ping penani sepib qo'yishdi. Uchinchi boksga e'tibor bersangiz, suvni sepib, mashina chiqib ketishga tayyor. Biz bilamizki, osmos apparatdan keyin artishga hojat yo'q. Bonus tizimlarini o'rnatib berdik. Bonus tizimida klient kelib 10 ming tashasa, klient uchun 11 ming ko'rinadi. Bu marketing uchun zo'r strategiya. Bu bizning texnika оборудование turadigan xonamiz hisoblanadi. Bu yerda bizni dastavval soatiga 500 litr suvni tozalab beradigan osmos apparati kuzatib turadi. Bu ko'rib turibsiz. Bunda o'zini avtomatik tozalaydigan qurilmasi ham o'rnatib qo'yilgan. Ham samomoyka uchun xizmat qiladi, ham suv biznesi uchun, ya'ni suvni olib sotish uchun xizmat qiladigan osmos apparat hisoblanadi. Soatiga 500 litr tozalab beradi. Bu yerda esa samomoykaning motor va pompa qismlari joylashgan. E'tibor bering, Italiya, Turkiya mahsulotlari bilan joylashgan оборудование hisoblanadi. Bu yerda esa suv bochkalari akkuratni qilib joylashgan. Elektr shitlar mana bunday holatda joylashgan. Kabellar akkuratni pas orqali kelib turibdi. Texpomisheniyaning holati xuddi shunday. Bu yerda esa suv apparati, ya'ni suv sotish biznesi uchun Aquabox joylashgan. Aquaboxda e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerdan pult qiladi. Pistolet orqali idishlar, baklashkalarga suv solib olinadi. Bu orqali suv biznesini yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Atrofdagi aholilar ham kelib, o'zlarining baklashkalar, ichimlik suvlari uchun suv olib ketishlari mumkin. Ushbu moykaga Suxoy tuman apparatini, ya'ni trenddagi Suxoy tuman apparatini ham o'rnatib berganmiz. Hozir tabloga 20 ming so'm tiqdik. Endi buni ishlatishni ko'rsatamiz. Marhamat, Lacoste tugmasini bosamiz. Ishlashiga tomosha qiling. Mashalloh, buni chiqishiga qarang, bomba-chaku bu. Endi mashinaning salon qismiga soling. Mashina atirga zaharlanmoqda. Pauza tugmasini bosamiz. Endi ushbu Suxoy tuman apparatiga e'tibor bergan bo'lsangiz, 4 ta atiri, bitta balon qoraytirgichi, bitta podkachka shini bor. Bu yerda bizda podkachka shin qurilmasi ham bor. Podkachka shinni ishlatishini ko'rsatamiz. Marhamat. Podkachka shin tugmasini bosdik. Havoda ishlatib ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Endi ushbu qurilmada e'tibor bergan bo'lsangiz, chernitil shin, ya'ni balon qoraytirgich ham bor. Balon qoraytirgichni ishlatishini ko'rsatamiz. Marhamat. Mashinaning balon qismiga e'tibor bersangiz, balon qismi qop-qora bo'ldi. Mashalloh, unisini ham ishlatib ko'rsating, narigisiga ham. Mashinaga Suxoy tuman apparatimizga 20 ming solgan edik. Shundayda ham hali yetarlicha vaqtimiz bor. Ungacha salon qismi atirga zaharlandi, balonning ikki qismi qop-qora bo'ldi. Va bu orqali baloni dami yo'qlar kelib podkachka, ya'ni damlagich orqali damlatib ketishlari ham mumkin. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Sizlarga ham xuddi shunaqa Suxoy tuman, samomoyka, suv filtri apparatlari kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin va shu orqali klientimizning, ya'ni mijozimizning ham fikrlariga e'tibor berasiz. Jalon aka, sizga ushbu xizmatlar yoqdimi? Hammasi zo'r aka, hammasi chotga ishlayapti. Hamma narsa hammaga tavsiya qilamiz aka. Demak, kimga shunaqa xizmatlar, suv filtri, samomoyka, Suxoy tuman apparatlari kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat. Salomat bo'ling. Charchamang. Bo'ldi, rahmat.